Qanchadan beri bu yerlarda yuribman, dashtu dalalar orasida. Shu qishloq qayerda qoldi? Mana ekan-ku. Mana shu qishloq, mana jo'nijin qishloq. Qani bo'raverachi. Bu yerdan qanchadan beri izladim-ey. Qani bo'raverachi. Odamlar ham bor ekan. Assalomu alaykum. Men 14-qishloqdan kelgan Sho'xruh bo'laman. Siz kimsiz? Men Sho'xchuqman. Bu yerning merini qayerdaligini bilmaysizmi? Bu yerda meri mana to'g'ridagi uy. Rahmat hozir. Nima bu? Taylash kerak. To'xtang. Ha? Men siz uzoqdan kelganingiz uchun men sizga suv oldim. Rahmat. Suvni ichamiz. Men nechun qilgandim. Shu odamga rahmat, yana bir to'lab bo'lamiz. Sen kimsan? Assalomu alaykum. Siz shu yerni meri bo'lasizmi? Ha, men mer bo'laman. 10-qishloqni. Men 14-qishloqdan kelgandim. Bu yerga ko'chib, shuning uchun bu yerdan uy olmoqchi edim. Qaysi uyni olishim kerak? Anavi mana katta ishli binoni orqasida bitta uy bor. Ana shuni ol. Ana shu faqat bo'sh qolgan. Mana bu uynimi? Ha. Bu uy necha uzumrod bo'ladi? 32 uzumrod bo'ladi. Menda 26 zumrud bor edi-da, shuning uchun keyin ishlab yarimni keyin bersam bo'lmaydimi? Ha, bo'ladi. Faqat bu yerda bitta qoidasi bor. Sen anavi nimani olasan? Agar unda Mana bunimi? Ha, ana shu katta agarni olasan. Ana shunda bu kim edimi? Malakat yo'qol. Ikkinchi. Ana shundan keyin ana shuni yuritasan. Keyin ana shu yerda chiqqan nimalarni sabzi, kartoshkalarni menga berasan. Men ularni sotib senga beraman pulini. Bo'lmasa sen bor uyga. Hozir sizga zumrudlarimni beray. Sandiqqa solib qo'y. Manimcha bu yer qayoq? Yana bir gap. Mana bu pushti qilichni ko'ryapsanmi? Ana shuni olib ol. Bu odamlarni ko'rsang o'lasan. Nimaga? Bu odam ko'rsang uni o'ldi, chunki u bizni dushmanimiz bo'ladi. Ha. Rahmat. Odam ko'rsam o'ldiraman. Hech qachon o'ldiray, yana meni o'ldirib ketmasin. Mana yana bitta odam. Sen dushmansan bizga. Qanaqa dushman? Menda ham bor. Sen ham bu qishloqdanmisan? Yo'q, men 10-qishloqdanman. Yeydilar. Yaxshi. Mana shu uyni aytdi menga. Bu yerda mebel yo'q ekan. Hozir o'zim bilan mebel olib kelgan ekanman. Qo'yamiz buni. Buni bu yerga qo'yamiz. Mana ikkita stolni. Buni bu yerga qo'yamiz. Mana bu yerga esa buni rangini o'zgartirish kerak. Bunaqa rang menga yoqmaydi. Kelayotganda tomog'im og'rib qolgan. Yomg'ir yog'di o'zi, chala yog'di-da.
qo'yamiz. Notebook'im qolib ketibdi-yu uyda. Qaraysiz ekan. Salom qo'shni, sizda rang almashtirgich bormi? Meni rang almashtirgichimni yo'qotib qo'ydimda, hech kimga bera olasizmi? Mana. Olinganlik deydi. Hop, rahmat. Qayoqdan topibdi o'zi bo'ladi-da. Deyiladi, nimadan so'rab kerak? Qo'shni, alo. Kim edi bu endi bu vaqtda? Salom. Bu yerda meni notebookim qolib ketibdi-da. Bu yerda qayerda nima sotadi notebook? Hech qayerda notebook sotmaydi. Men notebooksiz qolib ketyapman-ku. Menda bor. Bormi? Sotasizmi menga? Bir pulga beraman, menda bek kerak turibdi. Hozir beraymi? Yo'q, hozir emas. Bo'lmasam kechqurun menikiga keling, ziyofatda o'tiramiz. Shunda beraveraman. Shunisi yaxshi. Rahmat. Men bitta shaharga borib kelay, tokagacha ham kelaman. Yaxshi. Bo'lmasa, men aytdim mana bularni nima qil dedi. Men uyqum kelib, shuning uchun bir yotib turganimdan keyin nima qilaman? Tuzuvchi bo'lay. Shunga qo'yib qo'yay. Shunday tursin. Uyqum kelyapti. Kechasi bo'lmadi mana. Kechqurun ham bo'libdi. Qo'shninikiga o'tish kerak edi. Hozir boryapman. Kim? Salom. Keldingizmi nimadan? Shahardan. Bo'lmasa uyingizga kiringchi, ko'rikchi. Yangi yil nimasi? Yaxshi. Холодильник. Pizza. Dashirda o'tirib turibchi. Xotini qara. Chiqsinchi. Chiqyapsizmi, brat? Hozir. Shuni notebookmi? Gamerlarga-ku bu. O'tgan yilgisi. Rahmat. Sen bo'lmasa pizzadan oling, mana pizza yeganman. Rahmat. Shu bilan qarang, brat. Ertaga nimaga chiqmaymizmi? Ovgami? Chiqamiz. Bo'lmasam erta bo'lsin. Bo'lmasam hozir ishimiz огородni men tozalay olay. Bo'lmasam ertaga ertalab soat tongdan chiqib ketamiz soat 3da. Davay, men ham o'zi yo'ldan kelganman, charchaganman. Bo'lmasam sizdan tozalay, bo'lmasam siznikini tozalab beraymi? Yo'q, men ertalab tozalayman. Davay, brat, ertagacha ko'rishguncha. Ko'rishim kerak. Notebookni qo'yay mana shu yerga. Narsalarimni joyiga qo'yay. Ertalab turish kerak.
kerak. Огородni tozalash kerak bola. Kechimir aytdi-ku axir. Tozalaydi bu havo bola endi quyosh chiqayotgan ekan. Biz tez-tez yig'ishimiz kerak. Salon siz endi tozalayapsiz. Men kecha kechqurun tozalagandim, hozir berib kelyapman. Salon. Nima bug'doyni bitta izimlikdan olaman desa yo'q deb oling, ikkita izimlik berasiz. Nimaga boshqalarga Menda bug'doy ikkita? yo'q. Bug'doy yo'qmi? Yo'q. Faqat kartoshkami? Kartoshka bilan sabzi. Men bo'lmasa bug'doy beray, bug'doy qimmat. Yo'q, Ikkita yo'q. izimlik. Kartoshka bitta izimlik lekin. Yo'q, kerak emas, birasin. Bo'pti, men hozir narsalarimni tayyorlay. Terigan kartoshkam tushdi. Ortiq qolganini menga beramiz. Yeb yo'g'igan sabzi ekib yuborgan-ku. Biroq bo'lishi kerak, bu yoqqa kartoshka ekamiz. Biroq Hoy, qalaysan? yaxshi, sen kimsan? Men yetirman shu qishloqda yashaydigan. Sen qayerdan kelding? Men 14-qishloqdan keldim. Qo'shni qishloqdan. Ha, yaxshi. Men bularni hoziroq nima qilay? Tezroq meni yoniga borish kerak. Qo'shni bug'doy urug'i kerak emasmi? Yo'q, men Lekin kartoshka. axlat ketashyapman. Ha, tashlayver. Qani? Bo'lgan ekan. Assalomu alaykum, mer. Va alaykum salom. Olib keldingmi? Ha, olib keldim. Mana bu sandiqqa qo'y. Mana shu yerdan keyin bir stak o'zi bo'ladi. Hay, Va seni oyliging bo'ladi. hay. Shuncha berdim. Ha, davay bo'lmasa. Hay, bo'pti. Chiqdingizmi? Qayon nimalaringiz bormi? Hozir bozorga yurik. U yerda sotsa kerak. Ha, sotadi. Qani? Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Sen kimsan? Men 14-qishloqqa bu yerga ko'chib kelganman. Nima kerak? Kamon bilan bir stak o'q, keyin bitta nima? Qarmoq. Shilem bilan nima ham u? Sovut. Burundan kechqurun zombilar bo'ladi, keyin bitta jazgolka. Qanaqa bu yerda zombi yo'q-ku. Shuning uchun keldim zombi yo'qligi uchun. Kamon nima? Kamon o'q. O'q Qarmoq. Kamon o'q. Qarmoq necha pul beriladi endi? Senda 32 zumrad. Sandiqqa qo'y. Arzon ekan bu yerda ham. Qishloqda. Mana qo'ydim. Ha, yana kelib tur. Bu yerda nima? Mana Menga ovqat kerak. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Nima xizmat? Menga ovqat kerak edi. Mana sandiqdan xohlaganingizni oling. Yettitani olaman. Keyin bitta olaman. Keyin bitta degan olay. Qarang. Hozir 7 tani oldim, 6 ta qo'y go'shtini oldim, bitta suv oldim, bitta steak oldim. Necha pul bo'ladi? Sendan 16,000 zumrad. Hozir 16 zumrad.
Uni sandiqqa qo'ydim. Ha, yana kelib tur. Ish. Bu yerda sabzilar ham bor ekan. Mana. Qarmoq oldingmi? Ha, mana. Yur bo'lmasam ketdik. Chodir olmabmiz. Cho'tir. Xo'pmi?